bo'ldi. Hunarmandchilik va milliy an'analari. Bu yo'nalishda yoshlar milliy ipak, ganchkorlik, kulolchilik va zargarlikni zamonaviy bozor talablariga moslashtirib, eksportbop mahsulotlar yaratishmoqda. An'anaviy san'at turlari kreativ yondashuv bilan qayta kashf qilinyapti. Yoshlar ovozi Bo'zatov Fest singari festivallar ham kreativ avlod minbari bo'ldi. Sinf soatim qo'llanchida Bo'zatov tanloviga qatnashganda faxrli birinchi o'rinni oldim. Qayerda o'qigansiz? Toshkent shahri tug'ildim. Birinchi marta Bo'zatovga borishingizmi? 2024-yilda ham qatnashgandim, 3-o'rinni oldim va harakat qilib ishlab 2025-yilda 1-o'rinni oldim. Tabriklayman. Katta inson san'atkor bo'lib, o'zim tengi bolalarga shu do'mani cholg'u asboblarni o'rgataman. Ruxsat bersangiz, termasdan aytib o'taman. Yangi O'zbekistondayız. Prezident Bobojonim, otamday mehribonim, bir umr qadrdonmen. Prezident Bobojonim. Dadam. Dadangiz? Men senga o'xshagan farzandlarimni ko'rsam, Yangi O'zbekistonni nima uchun men g'oya qilganman? Sizlar mana shu Yangi O'zbekistonni poydevorisizlar. Tabriklayman. Otangizga men nomidan prezident salom aytib oldim, albatta ayting. Men mana shu faxrlandim, mana shunday o'g'ilni tarbiya qilganingizni otangizga rahmat deb aytadi, ayting. Sizga ham rahmat.